بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bugungi suhbatimiz Allohning rizosini izlab turkumidan qilayotgan suhbatlarimiz 23-si sahobiy ikrom Ka'b ibn Malik roziyallohu anhu haqlarida bir to'xtalib gaplashsak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni hammamizga ma'lum muborak hadislarda mening sahobalarimdan qaysilariga ergashadigan bo'lsangiz, albatta hidoyat topasiz dedilar. Sahobalarning hayotlari hammasi Alloh subhanahu va taoloning rizosidadir. Bugungi o'rganayotgan sahobiy ikromni sahobiy ikromni hayotlaridan biz sidq, rostgo'ylik, tavba, Allohga uning rasuliga bo'lgan taslimotni o'rganamiz. Butun sahobalar hayotlari aslida shunday. Bu Ka'b ibn Malik roziyallohu anhu Madinada avvalgilardan bo'lib iymon keltirgan, Makkaga borib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning aqabada turib bay'at qilgan, Rasulullohning muborak qo'llarini ushlab iymon keltirgan ansorlarning eng avvalgilaridan madinalik zot. Bu kishining hayotlarini bir o'rganishimizda ko'proq mana shu Tabuk jangida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Tabuk jangiga otlangan paytlarda bu kishining hayotlaridagi ko'p hislatlari ko'rinadi. Ma'lumki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir tomonga yurish qiladigan bo'lsalar, ya'ni jang jihad qiladigan bo'lsalar, uni qayerga borishliklarini aytmasdan yurishga tayyorgarlik ko'rishni aytardilar. Va oxiri kelgan paytda maqsadlarini izhor qilardilar. Lekin Tabuk jangida bunday bo'lmadi. Chunki bu ikkita holatda ediki, birinchisi uzoq edi. Madinadan ancha uzoqda edi. Va ikkinchisi rosa issiq paytiga to'g'ri kelganda. Madinada butun mevalar pishgan, odamlar soya salqinga qochadigan, mevalardan ne'matlanadigan, huzurlanadigan vaqtga to'g'ri kelganligi uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam to'g'ridan to'g'ri yurishlarni aytdilar. Tayyorlaning, Tabukka yuramiz dedilar. Mana bunda munofiqlar darrab qochish harakatini qilishdi. Va odamlar ichida aytishdiki, sizlar o'lib ketasizlar. Yo'lda, sahroda, cho'lda o'lib ketasizlar. Issiq, qattiq bo'layapti. Shuning uchun bahonalaringizni qilingda, bundan ko'pingiz qolib keting. Hatto ba'zi bir sahobiy, sodiq sahobiylarning qalbiga ham shu narsa ba'zi o'ralab qolgan ekan. Shundan bir 2-3 ta mana keltiriladi. Birlari Ka'b ibn Malik. Ka'b ibn Malik roziyallohu anhu aytadilarki, mening hamma narsam bor edi. Rasululloh bilan chiqishlik uchun hatto 2 ta markabim bor edi. Va butun mol mulkim ham bor edi, bemalol yarab chiqardik. Ba'zi bir sahobiy ikromlar kelib, haqiqatan ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib, "Ya Rasululloh, mingdan ot tuyamiz yo'q, hech narsamiz yo'q, bizga ham birotlarga aytsangiz, shuni berishsa biz ham chiqsak edi." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'p sahobalarga ihson qilishni buyurdilar. Mana shunda Usmon ibn Affon roziyallohu anhu, Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhular juda katta ihsonlarni qilishdi. Va ko'p sahobiylar bundan foydalanib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga borishdi. Lekin munofiqlar o'zlarining o'sha nifoq ishlarini qo'lga olib, sahobiylarning ichida ba'zi odamlar ichida fitnani boshlashdi. Hattoki Rasulullohga xabar keldiki, Madinaning chekkasida bir hovlida munofiqlarga tegishli bo'lgan bir hovlida munofiqlar yig'ilib olib, chiqmaslik radasini qilyapganliklari va ba'zi bir sahobiylarning ichiga ham fitna urug'larini sochiyotganliklarining xabari kelgan paytda Rasululloh bunga qattiq jiddiy jahd qilganlaridan ashabi ikromlarga aytdilarki, borib uyini yo'qib yuboring dedilar. Hatto uyini borib yo'qib yuborishdi. Ular bahonalari, ba'zilari har xil bahonalar qilishdi, ko'plari issiqda, yo'lda, cho'lda qolib ketasiz. Alloh subhanahu va taolo bularning holatlarini Qur'oni Karimda shunaqangi ifoda qilib bayon qiladiki, ko'plari Rasululloh bilan chiqmasdan qolib bahonalarni qilganlaridan xursand bo'lganliklari, lekin qalblaridagi nifoq, mana shu Rasululloh bilan birga bormaslik, Allohning amri, Rasulullohning buyrug'i, Allohning rizosiga taslim bo'lmasligi bo'lganligini Alloh subhanahu va taolo Tavba surasida bayon qilib 81-oyatda Astagfirullah فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا ولو كانوا يفقهون. Allah sadaqallohu azim. Allah aytayaptiki,
o'z o'rinlarida o'tirib qolganlar, xilof qilgan odamlar, Rasululloh bilan birga chiqmagan odamlar o'zlarining o'tirishlari bilan xursand bo'lyaptilar. Va o'z mollari va jonlari bilan Allohning yo'lida kurashishdan yomon ko'rdilar bular. Holbuki tag'in aytdilarki odamlarga, "Hoy, issiq, o'lib ketasiz issiqda, sahroning cho'lida yo'q ketasiz" deb aytdilar. Qul, ayting ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, jahannamning issig'i bu issiqdan ko'ra shiddatliroq dedi. Dunyoning issig'i nima bo'libdi Allohning jahannamini savolda. Alloh yuring dedimi? Yurish kerak. Ashabi kirom yurdilar. Hatto Ka'b ibn Malik roziyallohu anhu aytadilarki, juda ko'pchilik safarbar qilingan. 30 mingta odam bilan Rasululloh chiqqandilar. Hatto ba'zi odam bormasa, Alloh oyatda xabarni bermasa, bilinmay ham qolardi. Va ba'zida shunday ham bo'ldi. Ka'b ibn Malik o'zimni deyla tayyorgarlik ko'ryapgandek tutdim. Qandaydir bir narsa meni qaytarib qolardi. Rasululloh bilan chiqaman dedim. Markablarim bor. Rasululloh chiqasan dedilar, ha dedim. Ular safarga chiqishda yetib olaman dedim. Orqalaridan yetib olaman dedim. Bir kun ikki o'tib ketdi, shu bilan qolib ketdim dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunda juda ashabi kirom juda mana shu safarda ko'p Rasululloh bilan birgalikda mashaqqatga yuz tutishdiki hamda katta imtihonlar bo'ldiki, ochlik haqiqatda ularni qiynadi. Chanqoq qiynadi. Eng asosiysi qiynalganlari chanqoq edi. Hatto Hazrat Umar roziyallohu anhu aytadilarki, sahoba ikromlarning ko'plari suv istab yo'llarda yiqilib qolishdi. Chanqoqlikdan horib qolishdi. O'lay degan darajaga kelishdi. Tuyalarni suyib, qonini yorib, ichidagi axlatlarni siqib ichishdi ham, ichganlari ham bo'ldi. Va jigarlarga bosishdi ham. Maqsadlari Alloh va Rasulining rizosi edi, boshqa narsa yo'q edi. Rasululloh yur deganda yurishdi, Alloh tur deganda turishgan edi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytgan ekanlarki, ey Allohning rasuli, sizni duoyingiz barakotli bo'ladi. Bir Allohga duo qilsangiz, Alloh suv bilan seroq qilsa, yomg'ir yog'dirsa. Rasululloh Abu Bakr shuni seni xohlaysanmi dedilar. Albatta xohlayapman ya Rasululloh, sahobalar qiynalishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'llarini ko'tarib Allohga duo qilib tugatmasdan turib, yomg'ir sharros quydirdi dedi. O'sha yerdagi ashab ikromlar hammalari ichib va idishlarga olib tuyalarni ham sug'arishdi. Hazrat Umar aytadilarki, u yerdan Asargohdan yurib chiqsa, boshqa joyda yomg'ir yog'mabdi. Alloh subhanahu va taoloning rahmati bilan mana shu sahoba ikromlarga Rasulullohning duolarini barakotlaridan bu yomg'ir yog'dirdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yurib borib bir Asargohga qo'ndilar. Madinadan chiqqandan keyin munofiqlarning boshlig'i ham bor edi. Ubay ibn Salul va u o'ziga tegishli odamlarni yo'ldan Rasulullohga taqin zarba bo'lishi uchun o'ziga tegishli odamlarni qaytarib ketdi. Mana shunday yo'lda ketayotgan paytlarda sahoba ikromlar aytishdiki, "Ya Rasululloh, ba'zi bir odamlar orqada qolib ketyapti. Ya'ni qolib ketib qolyapti." Payg'ambar alayhisolom aytdilarki, "Qo'yaver ularni" dedi. "Qo'yaveringlar. Agar kelishsa o'zlariga yaxshi bo'ladi. Mabodo kelishmasa sizlar ulardan qutulasiz. Ya'ni nifoqi bor, kelmaydi" dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yo'lda ketganlar hatto eshitdiki, Abu Zar al-G'iforiy ham qolib ketdi deydi. Rasululloh ko'p o'ylab ketdilar. Abu Zar kelsa edi, Abu Zar kelsa edi. Boshqacha muhabbatlari bor edi. Abu Zar al-G'iforiyni qolishlariga sabab yo'lda u kishi minayotgan markablari tuyalari ancha kasal bo'lib to'xtab qolgan. Yurg'izolmadilar, hech harakat qildilar bo'lmadi, yurmadi. Ustidagi hamma yukni oldilarda orqalariga yugurib Rasululloh tomon qarab yurib bordilar. Uzoqdan sahobalar aytishdiki, bir odamni uzoqdan qorasi ko'rinyapti, bu kimdir kelyapti dedi. Shunda Rasululloh tovushlarni pichirlatib yo'llardagi ishlardan qilib gapirdilarki, Abu Zar bo'lsa aytdi. Abu Zar bo'lsa aytdi dedilar. Yaqinlashganda aytdilarki, "Ya Rasululloh, Abu Zar ekan" deydi. Shunda bashorat qildilarki, Abu Zar yakka yuradi, yakka turadi, qiyomat kuni yakka o'ladi, qiyomat kuni ham yakka tiriladi dedilar. Allohning maqomi shunchalik dedilar. G'ifor qabilasining, Qaroqchilar qabilasining dinga kirishiga sababchi bo'lgan buyuk zotlardan. Endi mana shundoq ishlar bo'lib ko'pchilik, hatto sahobalardan 70 ta oshiqlari, munofiqlarning aksarlari qolib ketishdi. Bular ichida Ka'b ibn Malik ham bor. Ka'b ibn Malik aytadilarki, "Men dedilar, oxiri bora olmadim, qolib ketdim." Ba'zi sahobalar uylariga kirib, mana aytishadi, ularning nomlarini ham uyima kirsam dedi, soya salqin ayollarim, ikkita ayollari bor ekan, ikki tomonga suvni qilib, chiroyli joylarni qilib, butun mevalarni soya salqini eshiklarga suvlarni sepib, ajoyib shobada qilib qo'yibdi va menga chiroyli taomlarni, sovuq, muzdak narsalarni tayyorlab qo'yibdi. Bordimda bularni yegim keldida aytdimki,
har Allohning rasuli mashaqqatda bo'lsa, sahroda bo'lsa, qum bo'ronlari bo'lsa, issiq bo'lsa, men qanday mu'min bo'ldim endi? Bunda salqinda o'tissam-man dedimda, hamma narsani yig'ishtirib ayollarimga aytdimki, yo'q, hech qaysi kalavat o'tirmayman, safar kiyimlarimni bering, tadorikini ko'ring, men yo'lga chiqaman. Hatto bu kishi yo'lga chiqib Rasululloh huzuriga borgan ekan. Ya'ni bu yerda iymon ko'rinyapti. Allohning buyrug'iga itoat ko'rinyapti. Ka'b ibn Malik roziyallohu anhu aytadilarki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keldilar. Nima derkinman deb turibman. Nima deb aytishim mumkin? Rasulullohning odatlari safardan kelsalar, to'g'ri masjidga kelardilar. Odatdagidek to'g'ri masjidni Nabiy o'zlarining masjidiga keldilar. Va yerda 2 rakat namoz o'qigandan keyin o'sha qolib ketgan, orqada qolib ketgan odamlarning uzrini qabul qilish boshladilar. Kimlar bir uzr so'rashdi. Ya Rasululloh bu bo'ldi, ya Rasululloh bu bo'ldi, uzrimni qabul qiling. Rasululloh Alloh mag'firat qilsin, Alloh sizga kechirsin, Alloh hidoyat bersin deb hammani uzrini qabul qilib qo'ydilar. Navbat menga keldi deydi. Qo'rqib turibman deydi. Aslida juda gapga usta odam ekanlar bu kishi. O'zlari shoirlar, Rasulullohga ko'p she'rlarni atab turgan, Rasululloh ruxsati bilan she'r yozib turgan odam edilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilariga keldim. Payg'ambar alayhissalom yuzlarida xafaqatchilik bor edi. Ka'b dedilar, o'tirinchi dedilar. Aslida Rasulullohning muhabbati bor edi bu kishiga. Ka'b ibn Malik Rasulullohning huzuriga kelib o'tirdim dedilar. Nima bo'ldi? Nimaga orqada qolding? Nimaga chiqmading dedilar Rasululloh. Ka'b ibn Malik roziyallohu anhuning gaplarini qarang. Ya Rasululloh dedi. Ey Allohning rasuli dedi. Men gapga usta odamman bilasiz dedi. Hozir siz chiroyli gap gapirib istig'for sizni mag'firatingizda Allohdan so'ratib chiqib ketsam bo'ladi masjiddan. Lekin keyin Allohning azobidan qo'rqyapman. Sizga azobingiz, sizga g'azabingizdan qo'rqyapman. Ey Allohning rasuli, mana hali shu kungacha mana shu Tabuk jangiga chiqilayotgan paytdagi nakka oldin markablarim ham yo'q edi. 2 ta markabim bor edi, 2 ta tuyam bor edi. Hamma narsam bor edi. Chiqishlikka hamma imkoniyatim bor edi. Vaqtim ham, ishim ham, quvvatim ham, kuchim ham, molim ham hamma narsa bor edi. Lekin chiqmadim ya Rasululloh dedi. Nafsimga fikirdim, chiqmadim. 70 tacha odamni Rasululloh uzrini qabul qilgandilar. Aytdiki, "Hada, mana bu dedilar. Rost gapirdi dedilar. To'g'ri gapirdi dedilar. Va aytdilarki, Allohning senga hukmi bo'lguncha kutib tur, bor dedilar. Ket dedilar." Allohning hukmini olib chiqdi. Chiqqan paytda u kishining qavmiga kelishdiki, sen ilgari hech gunoh qilmaganding. Rasulullohning huzurlarida juda maqoming baland edi. Rasulullohga chiroyli gap gapirib boshqa odamlarga o'xshab turib, Rasulullohdan kechirim so'rasang, Rasululloh seni haqqingda duo qilsalar, Alloh subhanahu va taolo seni kechirardi deb ko'p aytganligidan deydi, hattoki qaytib kelib Rasulullohga boshqatdan uzr aytib, yo'q, boshqa ishim bordi deymikin deyishgacha kelib qoldim. To'xtadim va so'radim, "Tag'in kim aytdi menga o'xshagan gap gapirdimi?" dedim. Shunda 2 kishi aytdi. Ya'ni Miror ibn Rabi' va Hilol ibn Umayya degan sahobalar aytdi. Bu kishi aytdilarki, bular Badrda ishtirok etgan, taqvoda eng kuchli odamlar uchdan o'rnak oladigan buyuk sahobiylardir. Ha, o'zim emas ekanman-ku dedimda, orqaga qaytdim dedilar. 50 kun kechadi shu ishda. Bu kishi aytadilarki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 2-chi buyrug'i berdilar. Bu buyruq butun Madina aholisini bu 3 ta odamga gaplashishlikni man qildilar. Hech qanaqa muomala qilish yo'q, gaplashish yo'q, salom bersa salomiga hatto alik olish yo'q va unga salom berish yo'q. Bu eng og'ir hukmlarning biri edi. Ka'b ibn Malik aytadilarki, men yosh bo'lganim uchun, quvvatli bo'lganim uchun 2 ta sheriklari ancha yoshlari katta edi, ular uyda o'tirib qoldi dedilar. Men chiqib masjidlarga kelib, sahobalar bilan Rasululloh namoz o'qidim, bozorlarda aylanib yurdim. Hech kim menga gapirmasdi, salom bersam alik olmasdi. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni masjidda namozda orqalariga kelib o'tirishga harakat qildim. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yaqin keldim. Rasulullohga nazar qilib turardim. Rasulullohga menga shunday nazarlari tushsa, meni ko'rib, darrov nazarlarini topib olardilar. Allohning amri bor dedi. Rasulullohga yaqin kelib Rasulullohga salom berardim va qarab turardimki, lavlari qichirlab, qimillab qo'yarmikin, va alayhissalom deb qo'yarmikin derdim. Lekin lavlari qichirlamasdi, qalblarim ezilib ketardi. Kunlarni birda shunday yursam dedilar, jiyanim Abu Qatoda roziyallohu anhu juda yaqin odam edi menga. Uni hovlisiga borib salom berdim. Salom bersam alik olmadi ham. Aytdimki, Alloh qasamki, sen hammadan ko'ra meni yaxshiroq bilasan. Allohni va Rasulini qanchalik yaxshi ko'rishimni bilasan. Desam, indamay turibdi.
Ikkinchi bor aytdim bu gapni. Uchinchi bor aytdim. Uchinchi bor aytganimda bitta gap gapirdi. Bu gap ham Alloh va rasuluhu a'lam dedi. Alloh biladi seni qanchaligingni dedi. Va boshqa gap gapirmadi. Qarang ashabi ikromning itoatini. Payg'ambar alayhissalom hech kim gapirmasin desa, hatto qarindoshlari gapirmayapti. Eng yaqinlari gapirmayapti. Bu o'rinda itoat, Allohning rizosi, Rasulullohga bo'lgan muhabbat, islomga bo'lgan muhabbat va salohiyat, sadoqat ko'rinyapti bu endi. Ashab ikromning butun vujudi Alloh Rasuliga bo'lgan muhabbat bilan yo'g'rilgan. Shu kunlarda yursam deydilar, bozorda bir odam meni haqimda so'rab surishtiryapti. Uzoqdan kelgan savdogarlardan ekan. Ka'b ibn Malik degan odam bor ekan, kim u deb so'rayapti. Odamlar ishora qilib ko'rsatyapti, gapirishmayapti. Ishora qilib ko'rsatyapti. Meni oldimga keldida, siz Ka'b ibn Malikmisiz dedi. U bizni shahardan emas, hatto musulmon emasligi uchun u gapirib so'radi. Ha, men dedim. Podshoyimiz sizga maktub berib yubordi. G'asson degan mamlakat podshosi maktub beribdi. U kishi aytadilarki, men o'qish yozishni bilardim. Olib ochib qarasam, salom alaykum keyin gap kelyaptiki, ey Ka'b, seni birodaring, yaxshi ko'rgan odaming senga jafo qilibdi. Seni hammadan ajratib qo'yibdi. Hech kim bilan gapirishmayotgan ekan. U yerga tashlaganda bizni huzurimizga kel, bizni oldimizda senga katta maqom bor, biz seni hurmatingni bilamiz dedi. Bu katta imtihon edi. Hozir bir tasavvur qilib ko'raylik shu narsada. Hozirgi odamlarimiz nima qilgan bo'lishi mumkin edi bu narsa endi. Bu odamlarning maqsadi lillahda, Allohning rizosi edi. O'zini payg'ambari itoat qilib turgan zot ajratib qo'ydi. Odamlarga gapirtirmay qo'ydi. Chekiga surib qo'ydi imtihon uchun. Bular dunyoda ashab ikromlar hammalari Rasulullohdan o'rganishgan tarbiyalari shu ediki, dunyo Allohning nazdida bir chivinni bir qonatichalik emas. Bir qonatichalik emas. Bular shunday zotlar. Aytadilarki, Ka'b ibn Malik bu ham bir balo, imtihon dedim. Shunda g'ijimladimda kelib tanirga tashab yubordim, yoqib yubordim. Yo'q dedim. 40 kun bo'lgan paytda aytadilarki, yer shunaqangi tor bo'lib ketdiki, ilgari bo'sayotgan yerga o'xshamasdi. Atroflarim hammasi tor, qalblarim siqilib ketdi. 40 kungacha hech kim gapirmayapti. Hech kim muomala qilmayapti, faqat uydagi ayoli. Eshik taqiladi ertalab chiqsam, Rasululloh tarafidan bir odam kelibdi. Nima xizmat desam, Rasululloh senga buyurdilarki, ayolingdan uzoqlashar ekansan. Qarang, hatto o'zidagi xizmat qilgan ayoliga ham uzoqlashishni buyruq berildi. Buni bir tasavvur qilaylik-da endi. Ka'b ibn Malik nima dedi bu yerda? Nima uchun, nimaga degan savol bo'lmadi. Bitta gap gapirdi. Atluq taloq qilay ekanmi dedi. Agar rostla taloq qil deganda o'tin taloq qilib yuboradi deb o'ylab o'tirmasdi. Yo'q, taloq qilmagan ekan, lekin u bilan birga yashamagan ekan, uzatib bo'lib turgan ekan. Shunda bu kishi men yosh bo'lganligi uchun dedilar, ayollarga aytdilarki, siz qarindoshlarimning ba'zisiga borib turing. To'yinki Allohning hukmi kelgungacha endi Rasulullohning buyruqlari shu ekan. Mana shunday kun kechirdik. Ayollarimizdan ham uzoqda bo'ldik dedilar. Birorta odam gapirib qo'ymaydi. Birorta odam salom bersam salomga alik olmaydi. Birorta odam hatto kallasi bilan, ko'zi bilan ishora qilib qo'ymaydi, uzunmisan deb qo'ymaydi. O'ylab ko'ring endi. Qalblarim ezilib ketdi. Dunyo tor bo'lib ketdi. Bu keng bo'lgan yer mening uchun yer emas bo'lib qoldi. Sig'may qoldim. Nima qilishni bilmay qoldim. Faqat namoz o'qiyman, tilovat qilaman, zikr qilaman. 50 kun bo'ldi. 50-kun kechasi o'tib ertalab bomdodda dedilar, uylarimni tomadan bir tomda namoz o'qib turdim dedilar. Rosa 50 kun bo'ldi dedilar. Tomda namoz o'qib tursam, uzoqdan bir dovush kelyapti. Ya Ka'b, abshir derdi. Ey Ka'b, xursand bo'l derdi. Bildimki menga kushoyish ketdi. Turgan joyimda o'zimni tuta olmadim. To'g'ri sajdaga yiqildim. Ya Rabb dedim dedi. 50 kun bu qalbi o'zi bog'lanib bo'lgan. Ezilib ketgan. Ya Rabb, senga shukrlar bo'lsin derdim. Odamlar, sahobiylar meni uyimga qarab o'qib kelardi. Birlari otda yugurlab kelardi. Otda yugurlab kelayotgandan bittasi tog'i tepasiga chiqib turib, dovush oldiga yetib kelishi uchun, ey Ka'b, abshir, senga xursandchilik bo'lsin, senga Allohning tarafidan mag'firat bo'ldi degan so'zlarni aytadi. Hamma ish qarang, bir kun oldin ham hech kim kallasini ham yigib qo'ymayotgandi. Ko'zini ham qimlatib qo'ymayotgandi, so'rashmayotgandi ham.
Hech kim yo'q joyda ham qarindoshlari ham gaplashmayotgan. Bular sahobiy ikromlar edi. Ular borliqlarining Allohning rizosiga tikib qo'ygan odamlar edi. Rasulga, Allohga muhabbat qo'ygan odamlar edi. Hech kim yo'qda ham Alloh ko'rib turganligini bilyapti odamlar edi. Shunda deydilar, haligi uzoqdan baqirgan odam oldimga kelganda xursand bo'lganligimdan inimdagi kiyimimni yechib unga kiygizib qo'ydim sovg'asiga. Va ustimda kiyim yo'q edi, bo'sha kiyim bir kishdan oldimda masjidga yugurib Rasulullohning oldiga bordim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunchalik yaxshi ko'rsatdi. Rasululloh bismillah vallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min validihi va waladihi. Ravohi Buxoriy. Rasululloh aytganlarki, Allohga qasamki, sizlarni birortangiz bu qiyomatgacha keladigan ummati Muhammadga ta'rif qilyapsizda. Ashabi kiromga qaraydilarki, sizlarni birortangizga men uning otasidan va onasidan, bolalaridan ko'ra muhabbatliroq bo'lmagunimgacha to'la qolib mu'min bo'la olmaydi deganlar. Bu haqiqiy mu'min bo'lishligini uchta ko'rsatishganda, otalaridan da, onalaridan da, farzandlaridan da hammadan ko'ra Rasulullohni yaxshi ko'rishadi. 50 kun Rasululloh bilan gaplasha olmadi. 50 kun Rasulullohga salom bersa alik ololmadi. 50 kun Rasululloh bilan borib qo'ldan olib so'rasha olmadi. 50 kun Rasulullohning oldida huzur topa olmadi. Qalblari ezilib ketganlar. Rasulullohning oldiga yugurdi. Azonda Rasulullohning oldiga masjidga yugursa, Ka'b ibn Malik o'zlari aytadiki, Rasululloh tabassum qilib turibdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir narsadan xursand bo'lib ketsalar, yuzlarida barq turardi. Xuddi ana shu narsani yuzlarida ko'rdim. Assalomu alayka ya Rasululloh desam, kel ey Ka'b, kel derdilar. Onang tuqqan kundan shu kungacha bunaqangi xursandliksan bo'lmagan dedilar. Ka'b ibn Malikka savolni qarang. Ya Rasululloh, indika indillah dedi. Sizni huzuringizdan bo'ldimi kechirish, yo Allohning huzuridan bo'ldimi? Ey Ka'b, xursand bo'lavergin. Qiyomatgacha tilovat qilinadigan oyatda seni zikr qilindi. Alloh seni zikr qildi dedilar. Ana muhabbat. Ana Alloh Rasuliga bo'lgan muhabbat. Alloh subhanahu va taolo bu uchchalar haqida shunday zikr qilgandiki, astag'firullah. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. Tavba surasining 118-oyatda Alloh aytdi, xuddi bu oyatni issangiz, bu Ka'b ibn Malikning so'zlari bu oyatda o'zini topadi. Bu uchchala odamlar xilof qilgan, Rasulullohga chiqmay orqada qolgan odamlarga yer katta bo'lishiga qaramay tor bo'lib ketganda, nafslari, qalblari siqilib ketgan paytda, Allohning huzuridan boshqa najot yo'q deb haqiqiy o'ylashgan paytda, ularning tavbalarini qabul qilish uchun Alloh tavba eshiklarini ochdi. U Alloh tavbalarni qabul qiluvchi mehribon zotdir deb Alloh subhanahu va taolo qarang, bizgacha, bizdan keyin qiyomat kunigacha o'qilsa ibodat bo'ladigan, savob bo'ladigan o'zining kalomida bularning zotlarini zikr qildi Alloh taolo. Bu zikrlarga erishish uchun bular qalblarini, butun borliqlarini hammasini Alloh subhanahu va taologa taslimiyat qilib qo'yganmiz. Mana bundan biz oladigan dars haqiqiy sadoqat, haqiqiy muhabbat, haqiqiy rostlik, yolg'ondan qochish, har bitta qiyin paytda ham rost turingki, Alloh subhanahu va taolo Qur'onda nima deyapti? To'g'ri gapirginki, men seni ishingni o'nglab qo'yayin, gunohlaringni mag'firat qilayin. وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. Siz to'g'ri gap gapiring. Siz ishlaringizni biz o'nglaymiz, gunohlaringizni mag'firat qilamiz. Bu Ka'b ibn Malik rost gapirganligi uchun Alloh Qur'onda zikr qildi. Gunohlarni mag'firat bo'lganligini. Demak, har birlarimiz ham hayotimizga shu bugungi darsdan hech yo'q, men rost gapiraman, yolg'ondan uzoq bo'laman, Allohga muhabbat qilaman, Rasulga muhabbat qilaman degan qandaydir bir ulushni olishimiz kerak endi-da. Alloh subhanahu va taolo duo qilaylik, ya Robbi, bu aytilgan suhbatlardan manfaat berishini nasib qilsin. Allohim qalblarimizga iymonni ziyoda qilgin, qalblarimizda iymonni ziyoda qilgin. Allohim o'zing rizo bo'ladigan amallarni bizlarga oson qilgin, gunohlarimizni mag'firat qilgin, qalblarimizni iymon bilan munavvar qilgin, hayotimizni islomiyat bilan obod qilgin. Parvardigoro, bu o'qib eshitib o'rgangan sahobiy ikromlarning hayotlaridan o'zlarimizga namuna olishni nasib qilgin. Allohim sadoqat, haqiqiy rost iymonni bergin, muxlis bo'lishimizni Allohim nasib qilgin.
Dunyomizni ham, oxiratimizni ham iymon va solih amallar bilan saodatmand qilgin. Parvardigor, bu kechada mana shu baytingga ibodat qilib xufton namozini o'qishlik maqsadida uzoq yaqindan qadam bosib kelindi. Allohim bu bosgan qadamlarimizga ajrlar bergin. Uni muqobilida gunohlarimizni mag'firat qilgin. Parvardigor olam o'tmishlarimizga g'ariq rahmat sochdi, jannat qilgin. Allohim ularni qabrlarini ham fir nur qilgin. Va borlarga uzoq umr, rizq, barokat, salohiyatli umr bergin. Allohim tarbiya qilayotgan farzandlarimizga ham ikki dunyo iqbolini bergin. Allohim barcha mehnatlarimiz, kasb-korlarimizga, tijoratlarimizga o'zing baraka ilohiy bergin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Muhtaram jamoat, bir qordonlarimiz kelganda bir Qur'on tilovat qilib beradi Alloh xolasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على